Biz hozir reaksiya tezligining konsentratsiyaga bog'liq bo'lgan tajribaning ikkinchi qismini ham bajarib o'tamiz. Buning uchun bizga hajmi katta probirkadan 6 tasi, o'lchov probirkalari, natriy tiasulfat, sulfat kislota, stakan, distillangan suv kerak bo'ladi. Buning uchun biz 3 ta probirka olamiz. Birinchi probirkaga 5 ml, ikkinchi probirkaga 10 ml, uchinchi probirkaga esa 15 ml tiasulfat eritmasidan o'lchov kolbalar yordamida solib olamiz. On ml, 5 ml, uchinchi probirkamizga esa 15 ml tiasulfat solamiz. So'ngra birinchi probirkamizga 10 ml distillangan suv quyamiz. İkinci probirkamizga esa 5 ml distillangan suv quyib olamiz. Uchinchi probirkamizga esa suv solmaymiz. So'ngra qolgan 3 ta probirkamizga 5 ml dan sulfat kislotadan solib olamiz. Yangi o'lchov qurbasida beş ml sulfat kislotadan solib olamiz. Natriy tiasulfat eritmasi solingan har bir probirkaga aralashtirib turgan holda tayyorlab olingan 5 ml sulfat kislotamizni quyib olamiz. Natriy tiasulfat eritmasi solingan har bir probirkaga aralashtirib turgan holda tayyorlab olingan sulfat kislota eritmasidan 5 ml dan quyib olamiz. Va har bir probirkaga kislota qo'shilgan vaqtdan boshlab to eritma sezilarli darajada loyqalanguncha o'tgan vaqtni aniqlab jadvalga yozib olamiz. Birinchi probirkamizga ham solib oldik. Bunda eritmamizning solgan vaqtdan to eritma loyqalangungacha bo'lgan vaqtni yozib olamiz sekundomer yordamida. Mana ko'rib turganingizdek eritmamiz
loyqalana boshladi. Endi ikkinchi probirkamizga ham xuddi sulfat kislota solib aralashtiramiz. Va boshlangan bilan reaksiya loyqalangan vaqtdagi vaqtini yozib olamiz. Endi uchinchi probirkamizdagi eritmaga ham sulfat kislotani solib olamiz. Ko'rishimiz mumkinki, birinchi probirkamizdagi reaksiya sekinroq, ikkinchi probirkamizdagi reaksiya esa unga nisbatan tezroq va uchinchi probirkamizdagi reaksiya bularga ham nisbatan ancha tezroq loyqalanish kuzatildi. Kimyoviy reaksiyalar tezligiga reaksiyaga kirishuvchi moddalar konsentratsiyasining ta'sirini ko'rishimiz mumkin.